Salom, hurmatli o'quvchilar. Demak, darsimizni endi rus tilida davom ettiramiz. Rus tilida trapesiya deb aytiladi. Demak, trapesiya. Tushunarlimi? Endi biz trapesiyada ushbu mavzumiz davomida sizlar bilan misol yechish jarayonida mavzuni yaxshilab mustahkamlab olamiz. Demak, boshladik. Найти углы равнобедренной трапеции. Найти углы. Ugl bu burchak edi. Burchaklarini toping teng yonli trapetsiyaning deyapti. Tushunarlimi? Demak, teng yonli trapetsiyaning burchaklarini topishimiz kerak. Bizda DYMP trapetsiya berilgan va bizdagi bu ravnobedrenniy, ya'ni DYMP ga teng. Tushunarlimi? Va bizning asosimizdagi bitta burchagimiz 35 gradusga tengligi berilgan va biz qolgan burchaklarimizni topishimiz kerak. Endi e'tibor qilamiz o'quvchilar. Biz aytdik, agar to'rt burchakning bir tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'lsa deyapmiz. Demak, boshida aytdik sizlar bilan trapetsiyaning yon tomoniga yopishgan burchaklarining yig'indisi doim 180 gradus bo'ladi dedik. Tushunarlimi? Demak, nima demoqchiman? Burchak demak, ugl D plus ugl E равно 180 gradus. Tushunarlimi? Burchakdagi burchak Y ni qo'shganimiz doim 180 gradus bo'ladi. Yoki-da burchak M ga, ya'ni ugl M plus ugl P равно 180 gradusov. Demak, burchak M ga burchak P ni qo'shganimiz ham doim 180 gradusga teng. Endi burchak D ga burchak Y ni qo'shganimizda 180 gradus deyapmiz. Burchak D ning o'zi 35 gradus-ku. Demak, burchak Y ni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? 180 dan 35 ni ayirishimizning o'zi kifoya qiladi. Tushunarlimi? 180 dan 35 ni ayiramiz. 180 dan 35 ni ayiradigan bo'lsak, bizda necha qoladi? 145. 145. Tushunarlimi? 145 qoladi. Demak, bizda Y burchagimiz necha gradus ekan? 145 gradusov. Tushunarlimi? 145 gradusga teng. Endi o'quvchilar, teng yonli trapetsiyaning asoslaridagi burchaklari o'zaro teng bo'ladi har doim. Tushunarlimi? O'zi umuman teng yonli uch burchakda ham asosdagi burchaklari teng bo'lar edi. Teng yonli trapetsiyada ham asosdagi burchaklari doim teng bo'ladi va bundan kelib chiqyaptiki, burchak, ya'ni ugl P равен 35 gradus. Demak, P burchagimiz 35 gradusga teng. Va o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu yer 35 bo'ladigan bo'lsa, bu P burchakka M burchakni qo'shganimiz 180 gradus bo'lishi kerak edi-ku. Tushunarlimi? 180 gradus bo'lishi kerak edi. Demak, 180 dan 35 ni yana ayiradigan bo'lsak, bu ham bizda hosil bo'ladi 145 gradusov. Tushunarlimi? 145 gradus. Demak, bizga teng yonli trapetsiyaning bittagina burchagi berilgan bo'lsa, biz qolgan barcha burchaklarini topa olamiz o'quvchilar. Chunki birinchidan yon tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi 180 graduslikdan foydalanamiz va teng yonli trapetsiyaning asosidagi burchaklari o'zaro tengligidan foydalanib topa olamiz. Endi sizlar bilan ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, bizga FRMK trapetsiya berilgan va bizda FM diagonal. Va ko'rib turganingizdek, FM diagonalimiz MK tomonga perpendikulyar turibdi. Va bizda MFK uglimiz 35 gradus, 35 gradusga teng. Va biz barcha burchaklarini topishimiz kerak. Nimadan ishni boshlaymiz? Tasavvur qiling, mana bu yerda FMK shunchaki to'g'ri burchakli uch burchak berilgan bo'lsin. FMK to'g'ri burchakli uch burchakda bizda M burchak to'g'ri burchak, ya'ni to'g'ri burchak degani bu necha gradus degani? 90 gradus degani. Tushunarlimi? 90 gradus bo'lganligidan keyin bu 35 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu burchagimizni topish uchun nima qilamiz? O'zi to'g'ri burchak uch burchakning bitta burchagi to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa, ikkita mana bu qolgan burchaklarining yig'indisi 90 gradus bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 90 dan 35 ni ayirib qo'ysam, shuni o'zi kifoya. 90 dan 35 ni ayiradigan bo'lsam, menda hosil bo'ladi o'quvchilar necha gradus? 55 gradus. 55. Tushunarlimi? Demak, bu burchagimiz 55 gradus ekan. Endi boya aytganimdek, demak, bu bizda asosimizdagi burchak, to'g'rimi?
Asosimizdagi burchak bo'lganidan keyin o'quvchilar, demak, mana bu asos bilan ikkalasi teng bo'ladi. Chunki bu teng yonli trapetsiya. Bu teng bo'lishi uchun 35 gradusga nechini qo'shishimiz kerak? 55 ga teng bo'lishi uchun. Albatta nechini? 20 ni. Demak, mana bu burchagimiz bizda 20 gradus, 20 gradus. Tushunarlimi? 20 gradus. Endi o'quvchilar e'tibor qiling, bu yer 55 gradus bo'lganligidan keyin R burchakni topishimiz uchun nima qilamiz? F burchakka R burchakni qo'shganimizda 180 gradus chiqishi kerak. Demak, biz nima qilishimiz kerak? 180 dan 55 ni ayirib tashlashimiz kerak. Demak, 180 minus 55. Demak, bizda hosil bo'ladi o'quvchilar 125, 125 gradus. Demak, bizning R burchagimiz nimaga teng? 125 gradusga teng. Tushunarlimi o'quvchilar? 125 gradus. Endi bu 125 gradusligidan R bilan M burchak teng bo'ladi, teng yonli trapetsiyada. Ravnobedrenniy trapetsiya chunki. Bu teng bo'lganligidan mana bu 90 bo'lsa, 125 bo'lish uchun 90 ga nechini qo'shishim kerak? 125 bo'lishi uchun. Albatta 35 ni. Demak, mana bu burchagimiz bizda yana 35 gradus. O'z umuman olganda ikkita parallel to'g'risiqni kesuvchi o'tayotganligidan bu 35 bo'ladigan bo'lsa, bu burchagimiz ham 35 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bizda burchaklarimiz yozamiz. Ugl F равен ugl K равно 55 градус and и угол R равно угол M равно 125 gradus. Tushunarlimi? 155 gradus va 125 gradusdan ekan bizning burchaklarimiz. O'quvchilar, trapetsiya mavzusiga oid burchaklarni topish sizlarga tushunarli bo'ldimi? O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi o'quvchilar. Agar mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga vazifani bajarishni esingizdan chiqarmang. Nimadirni tushunmasangiz, albatta qo'llanmadan foydalanishingiz yoki videoni qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.